Google account ochishni o'rganamiz. Buning uchun o'zimizga qulay bo'lganlik bu bitta brauzerni topib olib, ichiga kirib, Google account deb yozamiz. Bu yerdan xohlasangiz White'ga bosing, xohlasangiz bu yerga bosing. Bu yerdan использовать другой аккаунт. Bu eski akkauntimiz chiqib ketgan deb ko'rsatyapti. Biz yangi ochmoqchimiz. Bu yerga bosamiz. Bu yerda so'zlat akkaunt biznes uchunmi yoki o'zingiz uchunmi deyapti. O'zimiz uchun bosamiz. Bu yerdan ismli bo'y bir narsani yozib tashlaymiz. Bu yerdan kun. Bu ham farqi yo'q. Yilga kelganda 18 yoshdan kattani tanlashingiz kerak. Bo'lmasa eski akkaunt bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda o'zi variant beradi. Xohlasangiz bu yerdan o'zingizga yoqqan ismingiz bo'lsin, boshqa bo'lsin, shuni yozib o'tirib olsangiz bo'ladi. Bu yerda parol yoz deyapti. Parol masalan qiyinroq parol qo'yishingiz kerak, bo'lmasa qabul qilmaydi. Bu yerdan подтвердите deyapti nimangizni, telefon raqamingizni. Ba'zida mana shunaqa подтвердить qilishingiz shart bo'ladi, ba'zida shart bo'lmaydi. Bu yerda пропустить chiqadi. Bu yerda telefon raqamingizni kirgizasiz. Telefon raqamingizni kirgizib, ba'zi menda sim karta bo'lgani uchun avtomatik jo'natib yubordi. Ba'zida raqamingizni yozing deb chiqaradi yoki пропустить chiqadi. Пропустить deb bosasiz, o'tib ketadi, bez raqam ochib olsangiz bo'ladi. Agar telefon raqamini yoz deb majburiy chiqadigan bo'lsa, telefon raqamingizni yozasiz, SMS kiradi. O'sha SMSni nimangizga kiritasiz, mana shu yozib chiqqan joyga kiritasiz, bo'ldi.